Assalomu alaykum. Jiroq yaqindan kelgan do'st birodarlar, aloqalar, inilar, akalar, hammalarningki mushu Olimjon fuqarinimizningki to'yning boshlanish murosimi bo'lgan maslak joyiga kelib kelganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bugun mana Jiroqdan İlham Kamla, onunki Nizamullah kelibdi chaqchaqlarimizga. Yana o'zimizningki mushu yerlik diyordan mushu Yusufkam, Salomkamga o'xshash shundaq sazanlarimiz bor. Biz shahardin kelgan bir muncha bizningki chaqchaqchi sazanda akalarimiz va og'illarimiz va shularning hurmatiga bugun mushu so'rinda parang qilmay saz o'g'anda saz hurmat qilib, chaqchaq o'g'anda chaqchaq hurmat qilib bir o'tirib bergan bo'lsak, bizningki mushu an'anamiz bo'yicha Uyg'ur xalqining mushu Olimjon og'inimizningki mushu maslakchiy murosimini mushu sazanda og'inlarimizning, sazanda akalarimizninki bir maydon xalq kuylari bilan boshlab ketaqana deysizlar. Shu o'rinda o'tirgan barliq qarindoshlar, inilar, og'illar shu sazga qattiq hurmat qilib, jimjitlikni saqlab bergan bo'lsanglar, shu genç so'rinimiz yomon sifatli bir chiqsa qanday? Vallahi
Bunda söyledim de. Bugünkü meslek çayına kızık yetişe bir yerde sağcaklılar çakçakçılığına da işemez. İşe kereke zamanla çok bir mecburiyeti var. Bunun için elinde sorun köygen, cemiyet köygen vallahi en küçükler, rehtlik, alayından paralarını kırmay, hep şular, çakçak olan çakçaklı görüyorlar. Kızıkta bu paralı sözü ama şu ağzından meslekçiye, reşet, bul diye bir kılıbetsek yer ümitte. Şundan üçün hem de sağ şurada yaxşı ol diye, çıkamda salam kamkımı rahmet. İnam çıkamda ruhsat verse, dostumuz adamdan ve 2 yumru ile başlayıp kesse.